Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Bugun 10-oyning 5-kuni dunyo vaziyatining taraqqiyotiga qarasak, Amerika hukumatining bosh kotibi Pompeo apandi hozir Yaponiyada 4 davlatning tashqi ishlar ministri bilan Osiyo qit'asida yana bir NATOni qurish to'g'risida xizmatlarni ilib berib o'tibdi. Yaponiyada 4 davlatning tashqi ishlar ministri birlikda Osiyoda NATO qurish to'g'risida yig'in ochmoqchi bo'lgan xabarni biz bir haftaning oldinmi anglatgan edik. Hozir bu yig'in Yaponiyada rasmiy ochilib o'tib, Osiyo qit'asida NATO tashkilot qurilmoqchi deganimizning o'zi, bu NATO degan organ qurolliq o'zni qo'g'dash va hujum qilish organ demakdir. Prezident Trump apandim bu qitim Xitoyning virusidan yuqumlangandan keyin Xitoy hukumatiga harbiy jihatdan hujum qilish ehtimolimi intayin zo'r ekan. Endi Xitoy davlatiga harbiy jihatda hujum qilish uchun Amerika davlatining boshchiligida davlatlar bilan harbiy ittifoqdosh hamkorlikni qurib chiqish kerak ekan. Masalan, Markaziy Brigada qurilgan NATO organining o'zi ayni vaqtida Sovet ittifoqiga taqobil turish ekan to'q. Endi Xitoy davlatiga taqobil turish uchun Osiyodami bir NATO organini qurib chiqish kerak ekan. Hozircha qurilmoqchi bo'lgan Osiyo qit'asidagi NATO a'zolari davlatlar bo'lsa, birinchisi Yaponiya davlati ekan. Yaponiya davlatining davlat ko'lami ancha cho'ng bo'lmasa-mu, lekin nopos jihatda, iqtisod jihatda, fan texnika jihatda oldin qatorida turadi ekan. Ikkinchi a'zo bo'lmoqchi bo'lgan davlat bo'lsa, Avstraliya davlati ekan. Avstraliya davlatimi harbiy jihatda xil ilg'or, Ikkinchi dunyo urushida g'alaba qilgan davlatlarning birisi ekan. Üçüncü a'zo bo'lmoqchi bo'lgan davlat Hindiston davlati bo'lib, yer ko'lam jihatda, nopos jihatda, iqtisod jihatda bo'libmi, harbiy jihatda xil taraqqiy qilgan bo'lib, Xitoy davlati uchun nihoyat cho'ng tahdid bo'layotgan davlat ekan. To'rtinchi a'zo davlat bo'lsa, Amerika boshchiligidagi Amerika davlati. Amerika davlatini hammamiz bilamiz, dunyo bo'yicha iqtisod va harbiy jihatda eng kuchli davlat. Buningdan qolsa Hindiston davlati, Avstraliya, Yaponiya davlati 4 davlat birikib Xitoy davlatini sharq tarafdan, janub tarafdan, g'arb tarafdan harbiy besim ishlatadi ekan. Bu Xitoy davlati uchun intayin cho'ng tahdid ekan. Balkim bu qitim 4 davlatning arboblari qo'shma bayonot e'lon qilib, harbiy ittifoq birligi degan bayonotni e'lon qiladi ekan. Yana bir yangi xabar bo'lsa, Hindiston davlati 10 yil vaqt sarf qilib 11 milliard 600 million pul sarf qilib Hindiston chegarasi bilan Xitoy chegarasi o'rtasidagi talash-tortish bo'layotgan Ladakh rayoniga bir tonnelni yasab bo'pti. Tunugun Hindistonning prezidenti Modi apandim tonnelning ochilgan murosimiga qatnashibdi. Bu tonnelning strategik alayiligi Hindiston va Xitoy chegarasida urush portlab qolsa, Hindiston davlatidan Ladakh rayoniga harbiy qism va harbiy aslahalarni 14 minutda yetkazib bo'la oladi ekan. Bu tonnelda transport uskunalari soatiga 80 kilometrdan yuqori suratda manglaydi ekan. Bu tonnelning uzunligi 50 kilometr ekan. Oldimizdagi mush bir hafta ichida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida keskin urush portlab, urushda Ozarbayjon armiyasi uçqusiz aeroplan orqali Arman armiyasiga ajallik zarba berayotgan bu vaziyatni ko'rib, Hindiston davlati nihoyat jiddiy holda Amerika davlatidan ilg'or tipdagi uçqusiz aeroplandan oltin setyapti. Hamda bu aeroplanlarni Xitoyga ajallik zarba berish uchun Hindistonning shimoliy rayoniga o'rlashtirib bo'pti. Yana bir yangi ahvol bo'lsa, 10-oyning 2-kuni Kanada davlatining harbiy paraxodlari Tayvan va Xitoy o'rtasidagi dengiz bo'g'zidan, ya'ni dengiz bo'g'zining o'rtasidan Kanada davlatining harbiy kemalari o'tibdi. Bunda aytganda Xitoy davlatiga tahdid shaklida ko'rinibdi. Lekin Xitoy hukumati tarafdan hech qanday inkos qaytarilmabdi. Oxirida Armaniston va Ozarbayjon vaziyatiga kelsak, mushu bir hafta ichida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida keskin jang bo'lib, tunugungi kuniga qadar Ermeniston tarafdan 2300 odam o'libdi. Ermen askarlariga ajallik zarba berayotgan Ozarbayjon armiyasining uçquchisiz aeroplanlar ekan. Ozarbayjon davlati bu uçquchisiz aeroplanlarni Isroiliyadan setyapti. Isroiliya davlati
ilg'or texnik va uçquchisiz aeroplanlarni Azerbaycan davlatiga setib beribdi. İsrailiyami Azerbaycan davlatidan neft setib olibdi. Uningdan boshqa Türkiye Hava Armiyasining F-16 aeroplanlarimi Azerbaycan davlatiga yordam berib yetibdi. Endi Rossiya davlatiga kelsak, Rossiya davlati 7 yildan buyon Amerika davlatining iqtisodiy jazosiga uchragandan keyin bu qitim Azerbaycan va Armaniston o'rtasidagi urushga sukutda turib yetibdi ham kuzatish bosqichida turib yetibdi. Amerika boshchiligidagi Sharqiy Osiyo qit'asida o'tirg'a chiqadigan Osiyo NATO armiyasi Xitoy davlatini sharq, janub va g'arbdan iskanjaga olsa, O'rta Osiyodanmi, ya'ni Xitoy davlatining g'arbiy shimol tarafidan Azerbayjonda bo'layotgan urush o'ti Xitoy davlatiga tutishamdi yo'q. Masalan, Turkiya davlatining sharqidagi, ya'ni Azerbayjon davlatining g'arbidagi Qorabog' urushi oxirlashib, Türkiye davlatidan mangan yordamchi askarlar Azerbayjon orqali Qozog'iston orqali Udul vatanimiz Sharq Turkiston yoki Azerbayjondan Udul mangan yordamchi askarlar Turkmaniston, O'zbekiston va Qirg'iziston orqali vatanimiz Sharq Turkistonga berish ehtimoli bormi yo'q? Buni ko'pchilik analiz qilib baqsa.